Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Tiko mashinamizning polni suv sistemasi yuvilyapti. Akamiz pechkam qizimayapti deyotgandi. Mana ichidan shunchalik musor chiqyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ichidan musor to'lib ketgan, suv yurmagan. Shunga evaziga pechga qizimagan. Kirdi ko'ringmi? Loy yo'qdi, loy. Bizdan davomli yana chiqyapti musorlar. Kimgadir mana shunday polni suv sistemasida muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarimiz tepada ko'rsatilgan telefon nomerlarga telefon qilib, adresimiz bozordan, Sherobod bozordan kelishdan Qiziriqqa buriladigan Daryoni ko'piriga svetofor ro'parasida ustaxonamiz joylashgan. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Toza bo'lgan holatini ham polni video syomka qilib qo'yamiz. Birgalikda kuzatamiz.